Assalamualaikum hurmatli fuqarolarimiz, tadbirkorlar. Sizlarning кезектегі uchrashuvni o'tkazib olamiz. Uchrashuvni o'tkazganda bankimizda bizning жұмыс fuqarolarning o'z-o'zini banklab ta'minlash uchun bir necha kreditlarimiz bor. Mahalla loyihasi, biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam degan kreditlarimiz bor. Bu kreditlarimiz eng ulkani mahalla loyihasi degan kreditimiz bor. 50 milliongacha beramiz 5 yilga. 2 yillik imtiyozli davri bor. Bunda erkek adamlar uchun bunun faizi 25%, ayol adam uchun 23%. Ayol adam o'z-o'zini banklab kredit olaman desa 23%ga kredit beramiz. 2% imtiyozi bor. Buni sarf 5 yildan 2 yillik imtiyozli davrga ketadi. Siz masalan kredit olib, o'z biznesingizni yo'lga qo'yaman degancha tek faiz to'lab turasiz 2 yil. Bozorni topib ketaman degancha boshlagan biznes. Sol bu degan 6 ay emas, bir yil emas, naqd 2 yil bizlarda. Eng ulkan.